Yaxşımısınızlar dostlar? Ben sizlerning yüzü töven Qijiljon do'stinglar yondimayan. Bugun sizlarga so'zlamoqchi bo'lgan hikoyamiz Hindistonliklarning faxrliq o'g'loni, dangliq ig'irlik ko'tarish moyiri, Hindiston xeni qo'yish jamiyatining boshlig'i, Ildinbosh urf-odatining boshlamchisi, elni suygan, el suygan, naga bosim muzika chiqadigan faxrliq o'g'lonimiz Baho Balining bolasining hikoyasi. Hikoyamizning boshlanishida bir mo'may navirsini ilib Orshonga tushmoqchi bo'ladi. Orshonning suyi pek hoş yaxtımı bilmedim. Mao balamni tutib turinglar. Men bir bosh cho'kirib chiqay deb yo'qolib ketadi. Balani qo'liga olgan bu bichar xotinning ismi Dabizxon bo'lib, endi eriga xato tegib burnimga suv kirmasin deb burniga qulub isib yuradi. Balasining yandim boyandek yuzi tuvan Qijiljon cho'ng olsin deb balaga Shiva deb ism qo'ydi. Peshonasiga pittin birini chekib olgan Shiva kichigidan boshlab malisining kaynidagi Gavsin shoqiratmaga intoyin qiziqadi. Appa, Gavsinga chiqib boqay deganman. Uy balam, bu Gavsindan chiqib ketsiniz, yerdan qirib oldi g'ash chiqdi sizne. Og'irlarning orasida shukrlik raketa deb nom olgan Shiva bunda gaplarga pisand qilmaydi. Qaysar Shiva uzluksiz tirish orqali, tiz bukmay izdanish orqali oxiri murodiga yetib, chashyush parashugining obraz vakiliga o'zgardi. O yoq, muskulluq bir yigit bo'lib cho'ng bo'ladi. Bir kuni maladika oqsoqol Dabizxonni yeniga chaqirib so'zlab qoladi. Ey Dabizxon, ballarni bir chaqasınız. Meldikine ulaş bir xogoyeli degan. Bu xogoma apa, xogoma? Men. Xogoning gapini anglagan Shiva ushqandek paydo bo'lib, Xogoning qozonini daryoga opirib tayyor qilib turdi. Buni ko'rgan xalqlar xo'shalligida o'ynab ketdi. Sen Dal mush paytda shoqiratmaning ustidan bir yog'och memmo yerga paloq qanaqib tushdi. Bu kimning memmosi bo'g'aydi? Tozimi bir shingan qizvolimi nima? Shu kundan boshlab Shiva bir eski memmoga qarab qarishtiribning o'zini jamoani xiyol qilib ishqi savdoyi bo'lib ketdi. Ey Shiva, rasmga mushangin bo'lmaydigan bu davrda sen bir memmoga shuni bo'ltadingmi? Senmi yaman? Shiva oxir qat'iyat kelib, Gavsinga chiqib qizvolni izlamoqchi bo'ladi. 25 yildan yog' bo'ytaq o'tgan Shiva hayvon kabi bo'lib ketgan edi. Uning ko'ziga kepinaklarga o'ralgan bir go'zal oypari ko'rinib ketdi. Kipine kelgan can dostum. Bu güzel bahçamda pervaz qilgin shiyash. Oh my jolly, I love you. Sizni ko'rib yuraklarim Petermont bo'lib ketdi xenim. Aydida qizvolning kaynini qo'qlashga boshlaydi. Qiz bolani qo'g'lash yo'lida Shiva shunchalik qudratini ko'rsatdiki, xosiyatli odam ko'zimi xijolatchilikda qoltishdan ichiga kiyib oladi. Ömüchük polvonmi hur yig'lab uratdi. O'ng qo'lida Ramboni besib, so'ng putida xiymani tepatdi. Shuningga ishoninglarki, Shiva bu qiz uchun hammani qilishga rozi edi. Telefonning maxfiy nomerini so'ramaydigan ish bo'lsa, nima qilib bersa rozi edi. Ming taslikda ustiga chiqqan Shiva o'zining xiyolidagi shahobatini bir to'p o'zidimi sat bo'lgan lukchaklarning qo'g'layotganligini ko'rib qoladi. Endi yordam qilib turay desa, o'ylamagan yerdan amniyatda bu qiz maliga dangliq ADC bo'lib, bir dajo bilan hammasini pishit qildi. Oh my god, bu xotinni ap qolsam keyin g'azabchi ilishib qolaman ekanda. Bu qizning ismi Avadika bo'lib, yer osti yog'och memmo shahiltib setish guruhining qo'lliq a'zosi edi. Ularning vazifasi bo'lsa, Hindiston xonadonligining burunqi xonishi Sharvona xonni qutqazmoqchi edi. Ko'pchilik, yana ozroq xayrat qilinglar. Xonishni qutqizib ekanlikin, memmo degan bizga to'shaq ba bo'ladi. Buningdan keyin jibo qisaqmi yanaşmaymiz. Ularning xonishni qutqizishdagi eng cho'ng to'salg'usi mana bu Darwin chiroy kelgan mashqovul kapak takabba edi. Bu chog'da u bozorda mollarning supitini tekshiryotdi. Mening milimni chadayotamsa? Milingiz joki efendim, o'zingizni besevilib o'tirib paranglashaylik. Momong bilan o'tirib paranglashma. Qara qilishqa. Aka, o'ylab baqsam gapingiz to'g'ri ekan, o'tirib paranglashaylik. Bu qirg'i qanday xilda qabul turishni bilinmagan Avadika xuddi chilaydigan yeri chiqmagandek qo'lini suvga chilab turib uxlab qoldi. Bu chaqda xalqaro xiyni qo'yish jamiyatining boshlig'i Shiva Avadikaning qo'liga intoyin chiroyli qilib bir rasm chizib qo'ydi.
Keştiki yig'ilishda Avadika vazifa topshirig'ini oldiga chiqadi. Uning qo'lidagi xeynini ko'rgan boshliq qattiq ranjib ketadi. Nimish bu Avadika? Ha? Meni chaqamay o'zing xeyni qo'yib keldingmi? Uyay oqib ketgan mejalaringdan o'rgilay. Mayliq yejirangni nol qilma. Tusha o'tir. Maaşının başlık. Bu da qitim daca qıp qalsa sizni çoqqum chaqirma. Qassam. Hey. Abdullah. Iroqdagi Hindiston xonadonligida lashkarlar xalqni qattiq eziyotdi. Mana bu beshidan boshqa hech yerda tuk yo'q. Go'ylangbosh xo'jamiz bu xonadonlikning podshosi Divoxon edi. Uning ishdan sirtqa havasi bo'lsa, maldagi qassoblarga qolib isib beradi. U doim robchilardek yosinib, ko'chaga chiqib o'zining tutqun qilib olgan xonish bilan rob etishadi. Uy qopana, freestyle qilamiz. Yo, sana köyüp mən öley. Putumğu keydim momu xay. Sorry demə bu gün ey, əmdi eysən momu say. Skip. Lekin xonishning ko'ngli bundaq yolg'on robchilar bulanmaydi. Necha qitim qechib ketish fursati bo'lgan bo'lsa-mu, keyin uning vaqtini uzantish uchunmi bilmadim. Bu saran xotin bolasiga hech og'irmay, bolam cho'qim meni qutqazgani keladi deb ching turib oladi. Bu chog'da Avadika bo'lsa, o'zining qo'liga xeyni chekkan bu bolni izlab ovar edi. Ey, mushu bolni bir tip bolsam, dumbamga bir gul chekib olsam deb o'ylaydi. Shiva bo'lsa, vey vinshin qilganda og'riydi. To'xtang, men sizga yilon bilan narkoz qilib qo'yay deb, zaharlik yilondan birini qo'yib berib, chiroyliqcha bir vinshin qilib qo'ydi. O'ziga kimning chiqilganini bilmaydigan bu sezgi nervisini yo'qotgan chiroyli qiz bola oxiri Shivani izlab so'rab topadi. Hamda vey bu qarliqdagi bek so'qqa sig'roq yerga boraylik deb o'ngishliq oldi qahirdan qishdan pomdoqlashib yozg'a olishdi. Avadikaning yurish-turishini yaratmagan Shiva vey xon zavshingiz beksetga maklan mansini yasab qo'yay deb o'zining uzun yillik tajribasiga asosan pishqon qo'llari bilan shamardek suratlari bilan bir damda Avadikani yub tarab tayyor qilib grimlarni pichat ovmay qilib bitadi. Maklan axinim, avval yuyimiz, andin chayqaymiz. Yayingni bo'shroq urib, ko'xuni qiniq surkaymiz. O'zining yangi zavshingidan qattiq rozi bo'lgan Avadika Shivaga kuyib qoladi. Ah, bu menmi? Men nima degan go'zal? Tova. O chinda miymaydi-ku. deb o'ylaydi Avadika. Hamda Shiva bilan insonlarning tadrijiy taraqqiyoti to'g'riliq temada kechilab munozara olib boradi. Avadika Shivaga o'zining xonishni qutqizadigan majburiyati borligini aytadi. Shiva bo'lsa maytisiga urib, "Jinim, sening majburiyating mening majburiyatim. Seningla ishim mening ishim. Sen uchun hammaga rozi" deydi-da, tulpardan birini minib, Hindiston xonadonligi tarafga qarab otni yurg'iltidi. Tankla bika qolsin oldingda tulpar. Damkla xijil bo'lsin oldingda tulpar. Gavsuda keldingmi? Shofeysansi yo'q. Uchibli tushdi-ku bu Shiva shunqar.